Hozirgi she'rim Rustam akamga bag'ishlanadi, she'rga o'tirgan. Nima deydi? Do'stlarga bag'ishlanadi, chiroyli bir she'r. Mayli qo'ying shu birinchisi. So'nggisi bo'lmog'i uchun ichamiz. Bu dunyoni bir kam deydilar, bir kami to'lmog'i uchun ichamiz. İçamiz iboli kumushlar uchun, kumushdan o'zarlar uchun ichamiz. Burchakda berkitib simirgan sharobxo'r go'zallar uchun ichamiz. Dardlilar 100 yil yasholmasin nechun? Yosh ketgan daholar uchun ichamiz. Ichamiz tirikdek o'liklar uchun. O'likdek tiriklar uchun ichamiz. Yantoqzor bo'lsa ham vatanini sotmas. Sodiq bu taloqlar uchun ichamiz. Hali internetga aqli yetmagan baxtli chaqaloqlar uchun ichamiz. Ichamiz otalar sog'ligi uchun. Onalar sog'ligi uchun ichamiz. Yostiqda dard bilan olishayotgan ilhaqlar sog'ligi uchun ichamiz. İçmaymiz g'iybatchi ayollar uchun, g'iybatchi erkaklar uchun ichamiz. Ichamiz yig'ilgan tashvishlar uchun, asossiz mish-mishlar uchun ichamiz. Tanani olovdek yondirayotgan alamlar, hasadlar uchun ichamiz. Shayton bilan osh oshayotgan shaytoniy jasadlar uchun ichamiz. Yozdurbek yozmasang tinchlik bermagan dunyoni ishlari uchun ichamiz. Har qadamda sinovga solgan turmushning bo'shlari uchun ichamiz. Muhammad Yusufdan qolgan nimtani bugungi buyuklari uchun ichamiz. Ertaga davraga yonib chiqajak Muhammad Yusuflar uchun ichamiz. Quying noma'lum shayton suvini tugatib qo'yish uchun ichamiz. Hech kimsa topolmay qolsin ertadan yo'q bo'lib ketish uchun ichamiz. Ichamiz shu bugungi yoshlarning sog'ligi uchun. Ichamiz baxtli bo'lmog'i uchun. Kelajakda baxtli bo'lmog'i uchun. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Bunday yurtda baxtli bo'lmaslikning o'zi bir gunoh. Rahmat.